televizorlarda namoyish etiladigan kimsalar, ularni nima deb atashni ham bilmayapman. Ular aytadilarki, ha, men ayol kishi tanasidagi erkak kishiman yoki men erkak kishi tanasidagi ayolman. Subhanalloh, bu insonlar Alloh subhanahu va taolo yaratgan xilqatni o'zgartirishga urinishmoqda. Bu holatlarning eng dahshatlisi qanday bo'lishiga bir qarang. Bir erkak o'z tanasini ayol kishi qiyofasiga aylantirib olishi yoki ayol o'z tanasini erkak kishinikiga o'zgartirishi. Alloh asrasin. Bular shaytonning 4ta va'dasi edi. Biz bu ishlar sodir bo'layotganiga guvohi bo'lyapmiz. Eng dahshatli o'zgarish nima ham bo'lishi mumkin? Ha, erkak kishi o'zini ayolman deb hisoblasa-yu, ayol kishi o'zini erkak deya bilsa. Yildan yilga televizor va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ushbu narsalar oddiy hol ekanligini ommaga bildirish, targ'ib qilish uchun milliardlab dollar sarf qilinmoqda. Ha, shayton va uning sodiq askarlari insonlarni adashtirish, axloqiy qadriyatlardan uzoqlashtirish uchun Alloh subhanahu va taolo yaratgan xilqatini o'zgartirishga undash uchun har soniyada harakat qilyaptilar. Shu darajaga borishyaptiki, hatto ba'zi insonlar hayvonlarga taqlid qilib, ularga o'xshab bormoqdalar. Siz hali ham bu ishlarning hammasi shunchaki maroq uchun qilinyapti deb o'ylayapsizmi? Shayton esa uning vasvasalariga amal qilayotganingizda ustingizdan kuladi. U odam alayhissalomning farzandlari hayvondan-da past darajada bo'lishini istaydi. Mana nima sababdan u insonlar ko'rinishlarini hayvonga o'zgartirishlariga va bir hayvon kabi nafslarini qondirishlariga undaydi. Shaytonda sizni o'zgartira oladigan qandaydir sirli kuch bor deya o'ylamang. Yo'q, u shunchaki bu targ'ibotlarning boshida turibdi xolos. Uning rejalarini amalga oshiradigan ba'zi insonlar bor va ba'zi jamiyatlar ana o'sha insonlarning aytganlariga amal qilishadi. Ha, bu ishlar ana shunday oddiygina amalga oshib bormoqda.